Hammaga assalomu alaykum. Cherhur.uz kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda dunyoni tashvishga solgan koronavirus haqida 7 ta fakt bilan tanishamiz. Demak, boshladik. Koronavirus Xitoydan chiqqan haqiqiy o'latdir. Pnevmoniya hamda o'pka kasalliklarini keltirib chiqaruvchi ushbu yangi virus turining kelib chiqqaniga hali ko'p bo'lmasdan qurbonlar soni bilan hammani xavotirga solib qo'ydi. Ushbu maqolada har bir inson bilishi kerak bo'lgan 2019-nCoV koronavirus haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Koronavirus guruhi ilk bor 1960-yilda aniqlandi. Olimlar koronaviruslar parranda va uy chorva mollarining nafas yo'llarini zararlashini aniqlaganlar. Endilikda bu virus dengiz hayvonlariga ham o'tishi aniqlandi. 2019-nCoV koronavirusi Xitoyning Uxan shahridagi dengiz mahsulotlari bozoriga kirib borgan. Taxmin qilishlaricha, virus yaxshi ishlov berilmagan ilonli delikateslar orqali insonlarga yuqqan. Koronavirusning 39 xili mavjud. Koronavirus bu 39 xil virusdan iborat viruslar guruhidir. Koronavirusning katta qismi faqat hayvondan hayvonga o'tadi. Yana bir qismi hayvondan insonga o'tishi mumkin, ammo boshqa tarqalmaydi. 2019-nCoV virusi esa insondan insonga o'tuvchi birinchi koronavirusdir. Qarshi vaksina hali ishlab chiqilmagan. 2019-nCoV yangi virus, unga qarshi dori hali ishlab chiqilmagan. Bu narsa koronavirus molekulalari inson organizmida o'zini qanday tutishga noma'lumligi bilan bog'liqdir. Virus kasallanganlarning 1% halok bo'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda 2019-nCoV koronavirusdan zararlanganlarning 99% tuzalib, oyoqqa turib ketmoqda. Ammo tuzalganlarning kelajakda hayot davomiyligi va yashash sifati qanday bo'lishi noma'lum. Undan tashqari, statistika vahima keltirib chiqarmaslik uchun qisqartirib ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Xitoyning viruslarga qarshi kurashda tajribasi bor. Epidemiya Xitoyga birinchi marta kirib kelayotgani yo'q. Mamlakatning pandemiya bilan kurashda katta tajribasi bor. 2003-yilda koronavirusga o'xshash atipik pnevmoniya xitoyliklarni zararlagan edi. O'shandan butun dunyo Xitoy aholisini qirilib ketishini bashorat qilgan edi. Ammo Xitoy hukumati 7 kun ichida kasallanganlar uchun maxsus shifoxona qurib, barcha eng yaxshi shifokorlarni jalb qilib, yovuz virusni ildiz bilan yo'q qilib yuborgan edi. Virus unchalik ham barqaror emas. Koronavirus faqatgina tirik organizmda yashab ko'payadi. Jonsiz muhitda virus halok bo'ladi. Agarda siz Xitoy internet magazinida mahsulot buyurtma qilsangiz, posilka orqali zararlanish xavfi juda ham past. Hattoki kasal xodim sizning mahsulotingizni qadog'iga qarab aksirgan bo'lsa ham, koronavirusdan himoyalanish usullari, oddiy qoidalarga amal qilishning o'zi kifoya. Ko'chadan kelgandan keyin qo'llarni yuvish, jamoat joylarida tutqich, dasta va suyanchiqlarni ushlamaslik, jamoat transportlarida yurgandan keyin qo'llarni spirtli salfetkalar bilan artish. Yodda tuting, virus dezinfeksiya vositalariga qarshi chidamsiz. Shuningdek, vaqtinchalik import go'sht va baliq mahsulotlaridan voz kechish tavsiya qilinadi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilardan go'sht xarid qilganingizda, ularni yaxshilab yuvib, tobiga yetkazib, qovurib oling. Yutalayotganda va aksiya urayotganda odamlar bor joyda himoya niqoblaridan foydalaning. Mana do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, koronavirus haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Xayr do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Aytgancha, agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.